Modern House'ni shunaqa sog'inaman, senyoritalarim, qarang. Chotki, 20 kunga shuncha o'zgarish. Qurilish jarayonini ko'rsataman chunki o'zim qiziqib ketaman. Qarang, bu tomonga nima qurilyapti? O'zi hammasi tayyor bo'lgan. Bu nima edi, Zafar? Bazat qismi qoplanadi to'g'risi, ya'ni qishda issiqdan, sovuqdan asraydi, yozda salqin bo'ladi xonalar. Mana shunaqa narsa-da. Xuddi shunaqa narsa. E'tibor berganimizda tashqi tomon derazalar, ichkaridagi odam Ko'rinmaydi, ha. Bemalol yechinib yursa ham ko'rinmaydi. Ko'chaga umuman ko'rinmaydi, derazalar chotki. Ichkari umuman ko'rinmaydi. Svet yongan kechasi ham ko'rinmaydi. ichkaridan ko'rsangiz, Mayli. Esa ichkari. Xo'sh, mana bitta xona, o'zi oqlangan, bu esa tualet va vanna. Bu tomon esa zal bo'ladi. Bu tomon pod'ezd ichkarisi ham. Bir lift ham o'zi qurilyapti. Chotki. ular balandlik uchun Aha. xonalarni kengligi xuddi shunaqa ko'rinadi. Bu hozir necha xonalik? 2 xonalik ham juda katta. Derazalar